Jiyan, yaxshimisan? Shu deysan, yaqinda kadastrdan kelib xato qilib ketdi. Bugun telefonimga SMS kelibdi. Jarimaga tortildingiz, to'lang deb. Shuni to'lash majburiymi? Assalomu alaykum. Bugun fuqarolarimizdan kelayotgan shu kabi savollarga javob berib o'tamiz. Sizga kelgan SMS xabarnoma jarimaga tortish emas, aksincha bu SMS xabarnoma siz tomoningizdan 2018-yil 1-mayga qadar hujjatlarsiz foydalanib kelayotgan yer maydoni hamda unda qurilgan bino inshootlarni soliqdan qarzdorligi to'g'risida. Keling, men sizga buni batafsil tushuntirib beraman. O'tkazilgan xatlovda sizning yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatda sizga ajratib berilgan yer uchastkasining miqdori 6 sotu. Xatlov o'tkazilganda amalda foydalanib kelayotgan yer uchastkangiz 10 sotuligi aniqlangan. Ya'ni hujjatdan tashqari ortiqchasiga 4 sotu foydalanib kelyapsiz. Shu 4 sotuga ko'paytirib soliq miqdori belgilangan. Agarda bu soliqni to'lamasangiz, huquqni e'tirof etish bo'yicha boshlangan harakatlar to'xtatiladi. Shunday ekan, fuqarolarimizdan soliqlarni o'z vaqtida to'lab, huquqlarni e'tirof ettirib qolishlarini so'rab qolar edik. Zero bunday imkoniyat qayta berilmasligi mumkin.